Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Viloyatimiz hayotida sodir bo'layotgan xabarlar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Omadbek Kenjayev. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilgi Navruz umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorida bu yilgi bayramni ushbu g'oya asosida nishonlash belgilandi. Darhaqiqat Sharqona yangi yil boshlanadigan Navro'zi olam asrlar osha bahor, ezgulik, mehr oqibat, mehnat va bunyodkorlik ramzi sifatida xalqimiz hayotida muhim o'rin tutadi. Viloyatimizda ham ushbu go'zal ayyomga tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlab yuborildi. Davlatimiz rahbarining 2025-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorida ta'kidlanganidek, ushbu ulug' fasl ruhi va falsafasida mujassam bo'lgan gumanizm, odamzodni butun borliqning gultoji sifatida e'zozlash, ona zamin va tabiatni asrab-avaylash tamoyillari bugungi kunda hayotimizda yanada yorqin namoyon bo'lmoqda. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin, Navruz degan g'oya tanlangani ham bejiz emas. Chunki bu ko'hna bayram o'zida go'zal ezguliklarni, asrlar osha sayqal topgan qadriyatlar va odamiylik fazilatlarini, tabiat bilan insoniyat o'rtasidagi uyg'unlik jihatlarini mujassam etgan. Prezidentimizni Navro'z ayyomiga tayyorgarlik ko'rish va uni ko'tarinki ruhda o'tkazish bo'yicha qarorlari qabul qilindi va bu qarorlarning ijrosi ham o'ylaymizki yuqori darajada o'ziga xos ko'tarinki ruhda aks etadi. Chunki qarorlarning ijrosida barchasida xalqimizning manfaatlari, ezgulikka, odamiylik, insoniylikka yo'g'rilgan o'sha mehr oqibatni, osoyishtalik, yangi O'zbekistonni ezgu g'oyalarni o'zida aks etgan yuksak tuyg'ularni o'zida aks etganligi juda ham qalbimizni xursand qildi va bu borada o'sha yashil makon loyihasi asosida ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlarini olib borish, shuningdek turli xil sayllarni, turli xil ko'rgazmalarni, sport o'yinlari va musobaqalarni tashkil qilinishi, bahor fasliga xos bo'lgan milliy taomlarimizni o'sha tayyorlash va bu bo'yicha tanlovlarni o'tkazish, shuningdek har yili an'anaga aylanganki o'sha faxriylarni, mehnat faxriylarini, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini va ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillarining holidan xabar olish, saxovat, muruvvat, uylaridagi insonlarning holidan xabar olish, bu o'sha o'zimizdagi insoniylik, odamiylik kabi qadriyatlarimizni o'zida aks etadi. Bu yilgi Navro'zi olam tadbirlarini borliqning uyg'onishi, inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, ona zaminga mehr va e'tiborni ifoda etadigan, yurtdoshlarimizni bugungi tinch va osuda hayotimizni qadrlab, shukronalik tuyg'usi bilan yashashga undaydigan ta'sirchan mazmun va shaklda o'tkazish rejalashtirilgan. Joylarda o'tkaziladigan bayram tadbirlarida xalqimizning bahor va Navrozga bag'ishlangan ijod namunalari ham alohida o'rin egallaydi. Xalq og'zaki ijodiyotimizga agar nazar tashlasak, ming yillik qadriyatlarimizni o'zida aks etgan g'oyalar ayni bugungi kunda ham mavjud ekanligidan biz g'oyat xursandmiz. Chunki boychechak qo'shig'i yoki o'sha sumalak bazmini tashkil qilinishi va bu bazm doirasida momolarimiz, qizlarimiz, opa-singillarimiz aynan urf-odatlarimizga xos bo'lgan o'sha qo'shiqlarni, laparlarni, yallalarni aytishi yoki yosh qizaloqlarimiz, bolalarimiz o'sha xalq sport o'yinlarini, turli xil musobaqalarni o'tkazishi bizning milliy qadriyatlarimizni ulug'lashimizga, ularni e'zozlashimizga va keyingi avlod vakillariga yetkazishimizda qaysidir ma'noda o'ziga xos aks etadi. Navro'z mehr va saxovat bayrami hamdir. Yosh ulug' insonlar va bemorlar holidan xabar olish, mehr muruvvat ko'rsatish, bir-birovga yordam qo'lini cho'zish bu bayramda yanada namoyon bo'ladi. Yurtdoshlarimiz Navro'zni obodlik, bog'lar yaratish, yerga urug' qadash kabi xayrli amallar bilan qarshi oladi. Navrozning tansiq taomlari, sumalakdan totgan nuroniy otaxon va onaxonlarimizning esa dildagi shukronaliklari tilga ko'chib, ezgu duolar qilishadi. Mahalla milliy qadriyatlar beshigi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida shahardagi Ma'rifat mahallasi bilan hamkorlikda aynan shu mavzuda tadbir tashkil etildi. Bu haqda muxbirimiz xabar beradi.
Universitetda tashkil etilgan mazkur kechada Ma'rifat mahallasining bir guruh faollari hamda oliygoh talaba yoshlari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar tomonidan bugungi kunda yoshlar tarbiyasida mahallaning o'rni alohida ekanligi ta'kidlandi. Oliy o'quv yurti hamda fuqarolar yig'inlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z bordi. Sharqona madaniyatni o'zida jamlagan mahallalar nufuzini oshirish muhim vazifa ekani aytib o'tildi. Talaba yoshlar milliy an'analarimizni o'zida aks ettirgan urf-odat va marosimlarga doir sahna ko'rinishlarini namoyish etishdi. Musiqiy chiqishlar yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Mahalla urf-odatlar beshigi deb bejiz aytilmagan barcha urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz mahalladan, keksa onaxonlarimizdan boshlanadi. Milliy qadriyatlarimizda ota-onalarni ko'rish, keksa, boquvchisi yo'q, nogironligi bo'lgan xonadonlardan xabar olinadi. Mana shu Navro'z bayramlari bu ham bizning o'zbekona milliy urf-odatlarimiz aytiladi. Navro'z bayramlaridan qadriyatlarimizda sumalaklar pishadi. Yosh avlodga mana shu qadriyatlarimizni yetirish biz kattalarning vazifasiga kiradi. Bahor o'zi bilan butun insoniyatga, ayniqsa xalqimizga o'zgacha xursandchilik olib keldi. Xususan kuni kecha nishonlangan Xalqaro xotin-qizlar kunini aytmaysizmi? Endi esa oldinda yana bir go'zal ayyom, Navro'zi olam turibdi. Uning shukuhi ham allaqachon yurtimiz bo'ylab kezib yuribdi. Mahallalarda kayvona onaxonlar jam bo'lib, milliy taomlar, jumladan sumalak, ko'ksomsa, halim kabi vitaminlarga boy va tanaga quvvat bo'luvchi noz-ne'matlar tayyorlanmoqda. Sir emas, Navro'zda milliy qadriyatlar va urf-odatlarimiz yanada yorqinroq namoyon bo'ladi. Bu jarayonlar esa bevosita mahallada o'z aksini topadi. Viloyat prokuraturasi ishchi guruhi tomonidan joylarda ekologik nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi manzil Xonqa tumanidagi oqova va suv haydash inshooti bo'ldi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasida. O'tkazilayotgan nazorat tadbirlaridan ko'zlangan maqsad atmosferaga va oqova va suv tarmoqlariga zararli chiqindilar tashlanishining oldini olishdan iborat. Xonqa tumanidagi oqova va suv haydash inshooti davlatimiz rahbarining 2022-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan barpo etildi. 36 milliard so'mlik ushbu loyiha amalga oshirilishi bilan 28 ming nafar aholiga oqova suv xizmati ko'rsatish sifati yaxshilandi. Tumandagi barkamollik, gulg'uncha, fidoyilar, vatanparvar, mangulik, bunyodkor, mahorat hamda jannatmakon mahallalari hududidan o'tgan oqova suv tizimi orqali 59 ta ko'p qavatli uy joylarda yashovchi 864 ta xonadondan chiqayotgan oqova suvlarni qabul qilish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, shu hududda joylashgan 4 ta umumta'lim maktabi, bitta maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda kasb-hunar maktabi, 4 ta sog'liqni saqlash muassasasi, 13 ta davlat tashkiloti, 10 dan ortiq maishiy va umumiy ovqatlanish shoxobchilari uchun xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Viloyat prokuraturasi ishchi guruhi ushbu inshootda ham bo'lib, uning to'liq quvvatli ishlash jarayonlarini o'rgandi. Oqova suv haydash inshooti o'z faoliyatini me'yorida olib borishi uchun nazoratda bo'lishi, texnologiya tizimidagi oqova suvlarni doimiy haydab turishi lozimligi tushuntirildi. Atrof muhitni asrash, o'zimiz nafas olayotgan atmosferani himoya qilishga har birimiz mas'ulmiz. Ishlab chiqarish korxonalari, tadbirkorlik subyektlari va aholi o'rtasida ekologik nazorat tadbirlari davom etmoqda. Tuproqqal'a tumanida mavjud issiqxona xo'jaliklaridan samarali foydalanib kelinmoqda. Ularda yetishtirilayotgan mahsulotlar yilning istalgan faslida bozorlar to'kinligini ta'minlayapti. Hozir shu haqda. Ayni shu kunlarda bozorlarimizda yangi uzilgan rezavorlar, bodring va pomidorlar bilan ta'minlashda issiqxona xo'jaliklarining o'rni katta. Bugungi kunda Tuproqqal'a tumanida 18 gektar issiqxona mavjud. Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi mana bu issiqxona tumandagi eng yirik xo'jaliklardan. Uning maydoni 12 gektar. 2020-yilda amalga oshirilgan ushbu loyihaning umumiy qiymati 75 milliard so'mni tashkil etadi. 2024-yilda 1550 tonna pomidor, 100 tonna bodring va 50 tonna qulupnay hosili olindi. Hozirgi kunda 9 gektar pomidor, 1,5 gektar qulupnike, 1,5 gektar bodring bo'lib turibdi. Shuni yetishtirib, ichki bozorni ta'minlab turibmiz. Hozirgi kunda shu yerga 100 ming ko'chat ketadi. Mana shu 4,5 gektar yerga. Ha, bu hozir 4,5 gektarlik bo'lagi bu. Ava. Shu yerga 100 ming ko'chat, narigida yana 4,5 gektar bor, unga 100 ming, 200 ming ko'chatda jami ketadigani pomidor ko'chat. Bozor o'rganib, bozor sevib yeydigan bo'lib qolib turibdi hozirgi kunda. Ham kasallikka chidamli yetishtirib ichki bozorni ta'minlab turibmiz.
100 nafardan ortiq ishchi mehnat qilayotgan issiqxonada ishlar peshma-pesh tashkil qilingan. Ya'ni hosil berishdan to'xtagan ko'chatlar tozalanib, gidroponikalar keyingi ko'chat ekishga tayyorlanmoqda. Bodring ko'chatlarda ham oxirgi hosil nishonalari bor. Ular terib olingach, butkul tozalanadi. 1,5 gektarga ekilgan qulupnay ko'chatlari hosili endi pisha boshlagan. Yaxshi gulga kirib, mevalarni ko'paytirmoqda. Turkiya texnologiyasi asosida barpo qilingan ushbu issiqxonaning eng ahamiyatli jihati shundaki, uning isitish tizimi batamom muqobil yonilg'i, ko'mirga moslashgan. 7 ta isitish qozoni o'rnatilgan bo'lib, ular avtomatik tarzda ishlaydi. Maxsus hovuz yerosti suvdan to'ldirilgan bo'lib, bu suv filtrlar orqali tozalanadi va maxsus rezervuarlarga o'tkaziladi. Issiqxona ekinlariga tashqaridan kelgan sovuq suvni berish aslo mumkin emas. Shuning uchun ma'lum haroratgacha isitilgan suv har bir ekin turiga zarur minerallar bilan boyitilib, tomchilatib sug'orish tizimi orqali beriladi. Turmush farovonligi, bozorlar to'kinligi dehqonchilikdan, yerga berilgan mehrdan. Rizq ro'zimiz yaratuvchilari yil 12 oy tinim bilishmaydi. Ularning mehnati, ona zaminga bo'lgan mehri nafaqat dalalarni, bog' urug'larni, balki ko'ngillarni ham obod qiladi. Milliy libos ma'naviyat ko'zgusi. Xalqimizning o'ziga xos qadriyatlardan biri bo'lgan milliy liboslar targ'iboti kun tartibiga chiqayotgani ham bejiz emas. Yoshlarni milliy an'analar va ularga bo'lgan hurmat ruhida tarbiyalash qadriyatlarning umrboqiyligini ta'minlaydi. Navbatdagi lavha milliy liboslar targ'iboti haqida. Har bir xalq o'zining milliy liboslariga ega. O'zbekona liboslarda xalqimizning urf-odat va estetik qarashlari mujassam ekanligini his qilamiz. Bugungi kunda ularning jozibasini yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish muhim ahamiyatga ega. Viloyat sport boshqarmasi va sport ta'limi muassasasi xodimlari, o'quvchi sportchilari milliy liboslar va milliy qadriyatlar oyligi doirasida faol ishtirok etishmoqda. O'tkazilayotgan mazkur tadbir milliyligimizni ulug'lash, qadriyatlarimizga nisbatan hurmat va ehtiromni shakllantirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilyapti. Milliy libos millat qiyofasi, inson ko'rki, milliy ifxor ifodasidir. Xalqimizga xos milliy liboslarda ota-bobolarimiz, momolarimizning orzu-umidlari, hayotga ishtiyoqi, vatanga muhabbati yorqin ranglarda aks etgan. Ular biz uchun bebaho meros. Uni kelajak avlodlarga yetkazish ham qarz, ham farzdir. Yangiariq tumanida inson o'limi bilan yakun topgan ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Mazkur falokatga sodir bo'lgan omillar, shu kabi ko'ngilsizliklarning oldini olish choralari viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan joyiga chiqqan holda jamoatchilik ishtirokida muhokama etildi. Hozir shu haqda. Joriy yilning 7-mart kuni soat 22:50larda Yangiariq tumani Sherobod mahallasi hududidan o'tgan D214 avtomobil yo'lining 15-kilometrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 41 yoshli piyoda og'ir tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari ishtirokida voqea sodir bo'lgan mahallada shu hududda istiqomat qilayotgan aholi o'rtasida ushbu holat yuzasidan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i ishtirokchilarga sodir bo'lgan yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari bo'yicha ma'lumotlar berib, harakat ishtirokchilarini ogohlikka chaqirdi. Xususan, bugungi kunda yo'llarda harakat ishtirokchilari tomonidan yo'l harakati qoidalariga amal qilinmasligi oqibatida turli yo'l transport hodisalari kuzatilayotganligi, bunga esa asosan ayrim haydovchilar va piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzishlari, piyodalarning yo'lni belgilanmagan joylardan kesib o'tishlari, shuningdek ayniqsa ba'zi haydovchilarni tezlikni me'yordan oshirishi, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanishi va charchoq holatida transport vositasini boshqarishi kabi holatlar sabab bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, yig'ilishda so'zga chiqqanlar tomonidan bugungi kunda ota-onalarning voyaga yetmagan va haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlariga avtomobil boshqarishlariga ruxsat berayotganliklari ham kattagina ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarayotganligi ta'kidlandi. Bu borada yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan mahallalarda o'tkazib kelinayotgan targ'ibot, tashviqot ishlari hamda muhokama yig'ilishlari davomida doimiy tushuntirishlar berilishiga qaramasdan ota-onalarning ushbu masalaga befarqligi va o'zlariga kerakli xulosani chiqarib olmayotganligi juda achinarli hol. Aynan ushbu mavzular o'rtaga tashlangan muhokama yig'ilishi yakunida ishtirokchilarga yo'l harakati qoidalariga eng avvalo oilada kattalar hurmatda bo'lishlari,
va farzandlar aynan shu ruhda tarbiyalanishi jamiyatga madaniyatli harakat ishtirokchilarini yetkazib berish bilan bir qatorda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldi olinishiga ham erishilishini ta'kidlab o'tdilar. O'z o'rnida yig'ilish ishtirokchilarining ham tuman hududidagi yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq muammolar va takliflari tinglandi. Mutasaddilar tomonidan ushbu murojaatlar joyiga chiqib o'rganilishiga kelishib olindi. Yig'ilish so'ngida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining axborot guruhi tomonidan tayyorlangan maxsus videoroliklar namoyish etilib, yo'llarda harakatlanish vaqtida belgilangan talablarga amal qilmaslikning mudhish oqibatlari to'g'risida tushuntirishlar berildi. Xabaringiz bor. Viloyatimiz Xorazm futbol jamoasi oradan 15 yil o'tib, Superliga o'yinlarida ishtirokini boshladi. O'zbekiston chempionatining yangi mavsumini g'alaba bilan boshlashgani muxlislarni xursand qildi. Muxbirimiz Davron Sharipov reportaji shu haqda. Viloyatimiz futbol muxlislari o'z jamoasining O'zbekiston chempionatining oliy divizionida to'p surishini 15 yil kutishdi va nihoyat shu kun keldi va futbolchilarimiz yangi mavsumni yorqin g'alaba bilan boshlashdi. Birinchi davra uchrashuvini Xorazm futbolchilari o'z maydonida o'tkazishlari belgilangan edi, ammo Urganch shahrining bosh futbol arenasi tayyor emasligi inobatga olinib, o'yin safarda, ya'ni Toshkent viloyatining Do'stlik stadionida o'tkazildi. 9-mart kuni futbolchilarimiz Yashil maydonda Guzorning jamoasiga qarshi to'p surdi. O'yinning birinchi bo'limida urganchliklar raqib darvozasi oldida qator xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi. Uchrashuvning 39-daqiqasida maydonda 88-raqam ostida harakat qiladigan Abror Husaynov outdan to'pni o'yinga kiritdi. Yuzaga kelgan vaziyatdan tezkor foydalangan Xorazm jamoasining 94-raqamli futbolchisi Rustamjon Abduhamidov Shortan darvozasini aniq nishonga oldi va Xorazm hisobni ochdi 1-0. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi ham tezkor hujumlar va keskin vaziyatlarga boy bo'ldi, ammo asosiy vaqtda tablodagi hisob o'zgargani yo'q. Hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtda 10-raqamli hujumchi Murodbek Bobojonovning uzoq masofadan yo'llagan zarbasi Guzorliklar darvozasini ishg'ol etdi va hisobdagi ko'rinish 2-0 bo'ldi. Shu bilan Xorazm futbolchilari Superliganing birinchi uchrashuvida qimmatli 3 ochkoni o'z hisobiga yozib qo'yishdi. Darvoqe birinchi o'yinda jonbozlik ko'rsatib, ko'plab kuchli zarbalarni qaytargan darvozabonimiz Sardor Qobuljonov uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Navbatdagi uchrashuvni futbolchilarimiz 16-mart kuni safarda Surxondaryo viloyatining Surxon jamoasi bilan o'tkazishadi. Dasturimizni ob-havo ma'lumoti bilan davom ettiramiz. Xorazm ob-havoni kuzatish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatimizda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushadi. Sharq tomondan har soniyada 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Urganch shahrida kechasi 2 darajagacha iliq, kunduzi 8-10 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.